Assalomu alaykum, hurmatli Nolon kanali kuzatuvchilar aziz-domlalarim. Mana bugun xudo xolasa atalab ishlaman degan akalarimiz uchun atrabon gallikamizni mana xudo xolasa tayyorlab qo'ydik. Hozir buni ma'lumotlarni berib, ishlash jarayonlarini ko'rsatib beramiz. Xo'p, atrabon gallikamizni komplektida bunaqa atrabon bachogi 2 skolli motori и havo regulyatori bo'ladi mana o'zida mana. Ko'rishingiz mana o'zini holatda yonyapti. Hop, gallikamiz polniy kemping svakada bo'lgan. Elektr emas, kempingda bo'ladi mana. Mana bu yoqdan jumragi bor, ochilib, bu yoqdan tushgan, bu yoqdan tushib, atrofini tushib, bu yoqqa qo'shiladi mana. Men shajarani ko'rsatib beramiz mana. Zo'r holatda yonyapti mana. Hop, mana hurmatli obunachilar, hozir bu birinchi rejimda turgan mana. Bunaqada o'chadi mana. Ikkinchi rejim mana. Mana o'tkazdik. Bu yoqdan elektr chaqsa bilan havoni. Shu zo'r holatda yonyapti. Hozir ozgina shabada borligi uchun chap tomonga qarab uchyapti olov. Yaxshi zo'r holatda yonyapti. Bu ham bir 50 senti atrofida yonyapti hozir. Shamol borligi unchalik bilinmayapti. Lekin mana hozir yarim metr atrofida yonyapti. Ozgina pasaytiraylik. Ozgina. Hop. Garakamiz o'rtacha soatiga 1 litr, 1,5 litr rasxod qiladi. Endi bu ham kuchliroq, pastroq yoqishga qarab bo'ladi rasxodi ham. Hop, narxga keladigan bo'lsak, narxi 750 ming so'm dastavkasi bilan shahar tuman markazlariga yetkazib beriladi, xudo xolasa. Pastda raqamlarni qoldirib ketamiz. Hurmatli obunachilar, aloqaga chiqib zakaz beraverasizlar. Yaxshi zo'r holatda yonyapti. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yasizlar.